Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bizlarni podpishchilar, bizlarda kuzatib boruvchi aka-uka, opa-singillar qo'l chokladi. Nima uchun qimmat deyapsizlar? Buni ikkita uchta sababi bor. Birinchisidan bu yana ham qalin yungi, yana ham qalin. Keyin bu qo'lda qabilgan buni bittasiga bitta usto 20 kun kamiga mehnat qiladi. Sifatli chiqishi uchun 15 kun 20 kun mehnat qiladi. Shu uchun bular shunaqa sal qimmatroq narxga, lekin a'lo darajada. Mana shunaqa sifatli qo'lchoqliklarimiz ham keldi. Xo'sh, seri rangchasi yo'q edi, seri rangchasidan keldi. Bolotniy rangchasi, seri igarchichniy rangchamiz bor. Qo'lchoq ichi junligidan. Akalar keyin mana bulardan yana bir dunyo keldi. Mana biruzov rangchalarimiz, bular kompyuterda qabilgan hozir eng hadavo, eng yaxshi sotilayotgan chaponlarimiz. Mag'zi paxta, toza paxtalik, mashinka bilan urilgan, sifat zo'r. Eng zo'r chiqqan chaponchalarimiz. Kimga kerak bo'lsa, mana ikki dona uzunlari keldi yana. Bitta qora yana keldi. Yana bitta seri keldi. Serisi dahshat, qalinidan keldi. Yungini qanaqay. Marhamat. Bu uzunlari. Mana bulari, mana bu qolganlari hammasi tizzagacha. Mana bular tizzagacha. Aloqaga chiqaverasizlar, telefon nomer opisanda qoldiramiz doimgidek. Zo'r chiqqan. Katta chiqqan variantchida. Dahshat.